Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa, ob-havoni sog'ligiga qaramasdan akalarimiz ishlarini bitirib berdik. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Esingizda bo'lsa, ushbu mashinani salondan bizning ishxonamizga to'g'ri tashrif buyurganini ko'rsatib, videolarini qilib o'tganim. Xudo xolasa mana guvoh bo'linglar, tayyor bitgan holat akalar. Xo'p, avvalambor balandligidan boshlaymiz. Balandliklari pol qismidan tom qismigacha 1.85 qilib berilgan. Oldi tomoni fortishkali va tepa qismi alohida ochiladigan tentli bo'lgan akalar. Akalar, uzun yuklar bo'ladigan bo'lsa, xazaystiy do'konlarda ishlash kerak bo'ladigan bo'lsa, mana sizlarga yechim universal variant bo'ladi akalar. Tepalari gabarit yuk, misol uchun erta bahorda ko'chat sezonlari bo'ladi. Bilasizlar, shaharda tropik shunaqa daraxtlar bo'ladi, baland-baland daraxtlar. O'shani tashib o'z manziliga olib borishlik uchun juda ham bir zo'r variant bo'ladi. Akalar, mana bu yon tomondan ko'rinishlari, xudo xolasa tentlarimiz koreyskiy 650 grammli tentlardan qilib berilgan. Xudo xolasa ob-havoni har qanday holatlarga, ya'ni sovuq, namgarchiliklariga, yog'ingarchiliklariga, quyoshli kunlariga juda ham bir chidamli tentlardan qilib berilgan akalar. Buni tarangligiga e'tibor qilasizlar. Tarangligi misoli baraban bo'lib ketgan. Kalsiolari, remellari zavodskiy holatda bo'ladi akalar. Orqa tomonlari oddiy klapanli bo'lgan. Orqasi mana oddiy klapan. Hozir sizlarga ichki tomonni ochib ko'rsataman. Akalar, mana ichki tomondan ko'rinishlari, oldi tomonda fortishkasini 3 ta lentasi bo'ladi. Kerak emas bo'lgan payt, ya'ni yuk ortganinglarda oldi tomonda shu lentasiga boylab qo'yasizlar akalar. E'tibor qilinglar, mana karkaslarimiz pol qismidan boshlangan. Akalar, esingizda bo'lsa, yangi olgan mashinalarni adashib ustidan yasatib qo'ymanglar. Bo'lishi mumkin 500 ming so'm nari beri arzon bo'lishi mumkin, lekin akalar, ishoninglar, uzoqqa bormaydi, chunki guvohi bo'linglar. Bu ikkita 13 voltga qotirilgani bilan bu yoqda faqat perixvatkada bo'ladi akalar. Shuni esdan chiqarmanglar. Agar mabodo yukinglar razmerni shu mashinaga sig'ish kerak, shuncha yashik yoki shuncha korobka deydigan bo'lsanglar, unda mayli, iloji yo'q, ustidan qilish kerak. Shunda ham poli bilan birga usulini qilish kerak bo'ladi akalar. Agar unaqa razmerni yukinglar bo'lmaydigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, karkasni pol qismidan yasanglar akalar. Sizlarga maslahatim. Tashqaridan guvohi bo'lib turganingizdek, DVP qilib berilgan. Stenkalari qalin profilda ishlatilgan. Xudo xolasa akamizni o'zlari keyinchalik faner obshipka qildirib olar ekanlar. Xo'p, orqa tomonda syomli dugalari bor. Boya aytib o'tgandek, uzun yukni oldiga qo'ysanglar, orqa tomonda mana ko'rib turganingizdek syomli dugalari bu olinadi. Hozir mana mustahkam qilib, mahkam qilib qotirib qo'yilgan. Tepa qismiga, ya'ni tom qismiga e'tibor beringlar. 3 ta dugasi bor, hammasi boltga egada. Xudo xolasa akamiz ishlari tayyor holatda. Akalar, ukalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranni pastida telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Labo bo'ladimi, Shinray bo'ladimi, Changan bo'ladimi, Gazel bo'ladimi, xudo xolasa farqi yo'q. Bemalol ishinglarni bizga ishonib topshirsanglar bo'ladi. Xudo xolasa narxlarini arzon va hamyonbop qilib, ishinglarni sifatli qilib beramiz akalar. Akalar, bir narsani eslatib o'taman, arzoniga uchmanglar. Arzoniga uchmanglar. Endi men qayerda nima kimligini aytib o'tirmayman, to'g'ri tushunasizlar. Xuddi shu variantni mana 6 million 300 ming so'mga qilib berdik akalar. Xuddi mana shu variantni bugun 24-yanvar sanasiga ko'ra 6 million 300 ga bitdi. Eshitib qolyapman, ko'chalarda, boshqa joylarda kelib qolishyapti yoki bo'lmasa menga telefon qilib so'rashyapti. Mana shu variantni 5,5 million so'mga, 5 million so'mga qilib berishayotgan ekan akalar. Nimaga arzon bo'ladi? E'tibor qilinglar. Akalar, bu tent koreyskiy. Xuddi shunaqa tent bor, sizlar ajrata olmaysizlar. Bu Xitoy bo'ladi akalar. 700 grammli deyishyapti. Uni grammida emas farqi aka. Farqi shu sifatida bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab e'tibor beringlar, aldanib qolmanglar akalar. Endi yangi yuk mashinasini olgan odam tentga hech qachon ish tushmagan bo'ladi. Shuning uchun qo'yayotgan karkaslarni, ya'ni profillarini hozir yana ko'rsatib o'taman. Stenkalarini so'raylar akalar. Stenkalari nechi? Mana. E'tibor qilinglar aka. Stenka degani ko'pchilik odam tushunmas ekan. Bu mana shu 8 ga 4, 6 ga 4 profil bo'ladi. Mana stenkasi mana shu joylari bo'ladi. Bilganlarga o'zlari bilishadi, bilmaganlarga eslatma. Shuning uchun stenkalarini ko'rib olinglar akalar har doim.
Misol uchun mana shu 4,2,5 profilli 1 metr 22 ming bo'lsa, taxminan aytyapman, 22 ming bo'lsa, 1,7 deylik, taxminiy hisobda aytyapman. Xuddi shu profil razmerdagina stenkasi yuqarog'i bor, 15 ming so'm, 16 ming so'm. Shu yerdan bilib olsanglar bo'ladi farqini. Shuning uchun qayerda karkas qildirsanglar ham stenkasini so'raylar akalar, chunki bizga ko'p ustaxonalardan mashinalar kelishyapti. 1 yil bo'lmagan, o'sha qiyshayib ketgan, ozgina yuk ortganiga qorni chiqib ketgan. Xullas, gapirsangiz gap ko'p aka. Shuning uchun qayerda qildirsanglar ham sifatini so'raylar, narxiga juda ham bir nima qilib olmanglar. To'g'ri, endi har kim narxini ozgina arzonroq qildirgisi keladi. Lekin bu narsa bir kunlik qilinadigan narsa emas yoki bugun qilib ertaga sotaveradigan narsa emas. Maza qilib minmoqchi bo'lsanglar akalar, narxida misol uchun 300 ming so'm, 400 ming so'm, 500 minggacha ham o'tib berishi mumkin. Lekin misol uchun men buni 6 million 300 ming deb turgan narsami 5,5 millionga, 5 millionga yoki 4 millionga ham qilib berishyapti. Endi bu yerda o'zingizlar hisob kitobini qilib olasizlar nima bo'layotganini. Shuning uchun aldanib qolmanglar akalar. Vaqtingizga rozi bo'linglar, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa sizlarni ko'nglingizdan joy oladigan darajada va yillar o'tib shu yerda Yangiyo'lda bitta ukamiz bor edi. Shu tentimni qilib berganda baraka topsin deb duo qilib minib yuradigan darajada qilib beramiz. Avvalo Allohning izni bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.